Mana shu holatda o'tirasiz. Keyin qo'limizni mana shunday qilamiz mana. Bu yerdan ushlaymiz, bu yerdan ushlaymiz. Ko'rdingizmi mana? Mana shu holatda. Men o'tirishda siz o'tirib olganingizdan keyin kamerani men sizga mo'ljallab olaman. Qani tur. Mana shu holatda o'tirasiz mana. Bel grijaga. Tushundingizmi? O'tiring. O'tirib olganingizdan keyin men kamerani sizga qarataman. Ko'rdingizmi? Ana shu holatda o'tirasizlar mana. Rossiyada akalarimiz shu holatda o'tirib kvartiralarda hali bitta hamtasini aytasizlar. Mana shunaqa tortib qo'yib belni deysizlar. Zo'r tortiladi bel. O'zingizlar chustiyat qilasizlar. Iloji bo'lsa, hozir bel sohasida grijasi bor akalarimiz belni bajarsa, misol ko'rib turganlar. Xuddi shunaqa holatda o'tirasizlar. Bitta yordamchi sheriklar chaqirib, "Davay, tortmoni shunaqa qilib." Tushuntirib berib, sekin ko'rsatib o'tib ketaman. Kuzatib borasizlar. Belingiz tortilganini his qilasiz lekin. Cho'ziladi. Xo'p, mana shu holatda o'tiramiz. To'g'rilab oldik. Endi yordamchi albatta mana bitta podushka olamiz, mana. Podushka olganimizdan keyin podushkani mana shunday holatda qo'yib olamiz biz. Mana shu holatda mana. Mana ko'rinyapti, mana menda ham ko'rinyapti mana. Mana. Podushkani olib olamiz mana. Men yordamchiman, bu bemor. Mana shunday holatda podushkani olib, mana shunday qo'yib olamiz mana qornimizga, mana shu holatda mana. Ha. Agar bemor xotin kishi bo'lsa kerak emas bu. Erkak kishi bo'lgani uchun kerak bo'lyapti. Agar xotin kishini mashq qildiryapsanglar, bu podushka kerak emas. Umuman kerak emas. Oyog'imizni mana shunday qilamiz mana, akalar mana. Ko'rdinglarmi mana? Mana. Mana zamoyda ushlaymiz mana. Mana shu holatda mana. Ko'rdingizmi? Men sal bering mana uni. Zamoyda. Endi oyog'imizni mana shu holatda joylaymiz mana. Mana boldirimizga tushyapti. Ko'rdingizmi? Men ko'krak qafasingiz mana bilagini o'zimga tortaman, mana oyog'im bilan bu yoqqa itiraman bu yerda. Ko'ryapsizmi? O'rtada ko'krak qafasdan tortib bel umurtqagacha cho'ziladi. Tortiladi. Qo'lni mana shunday holatda olamiz mana. Mana shunday holatda. Endi menga bo'sh tashlaysiz aka, bemor bo'sh tashlaydi mana. Ketdik. 1 2 3 ushlab turamiz endi. His qilyapsizmi cho'zilayotganini? Bildiryaptimi? Aka, mana shu eng zo'r manual terapiyani uy sharoitida bajaradigan metodi mana shu mana. Belingiz nima his qilyapti? Tortish bu. Tortilyapti? Bir xilda tortyapti. Ko'ryapsizmi? So'riladi mana shunda. Grija. Umurtqa cho'ziladi mana shunda. Bo'ldi, sekin qo'yib yuboryapman aka mana. Bir 2 minut yotib oling aka. Cho'zildi-da hozir. Shunday yonboshlab oling aka. Bildingizmi cho'zilganini? Mashqda bir kunda 2 marta qilsa bo'ladi. 2 marta qilsa bo'ladi. Endi buni holatga qaraladi. Misol boya skalyoz bor, belim qiyshiq deyapti. Mana shu bilan to'g'rilab yorsa bo'ladi-da. Belini qiyshiganiga temir qo'yyapti hozir. Temir bilan to'g'rilayapti. Nima kerak bor mana bu temir qo'yib o'tiribdi mana bu yerda. Qisilishda ham temir qo'yyapti. Qiyshigiga ham temir qo'yyapti. Bilmayman, mashq bilan yaxshi qo'radigan kasalliklar bor bu yerda. Umurtqa pog'onasini eng zo'r uy sharoitida ochib beradigan mashq mana. Sezdingizmi? Ha, sezdim. Xo'p. O'zingizga chustiyat qilgani sizdan ham bitta bajaramiz hozir. Bo'ptimi? O'zingizni his qilib ko'rasiz organizmingizda. Keling, almashamiz. Sal yonboshlikka o'tib oling bo'ldi. O'zingizga chustvani aytib berasiz-da holati. Yana hozir bir marta qaytarib o'tib ketamiz. O'zingizlarda bir sinab ko'ringlar iloji boricha bemorlar bo'lsa, umurtqa pog'onasini eng zo'r tortish, eng zo'r cho'zish manual terapiyani uy sharoitida bajaradigan bitta metodi bor. Mana shu metodni ko'rsatib beryapman men sizlarga. Bundan keyin yana bitta mashq bor, uni ham ko'rsatib beraman. Yana bitta bo'yin sohani siz tortib olgandan keyin ko'rsataman. Xo'p. Kanalimizga yangi bo'lib kirganlar uchun aytib beryapmiz. Obuna bo'lib chiqib ketasiz. Sababi obuna bo'lsangiz, mana shunaqa ko'rsatuvimizni kuzatib boraverasiz. Efirimizni, mashqlarimizni. Obuna bo'lish tartibi bu yerda 75 ta like turibdi. 75 ta like turibdi. 75 ta like ustiga bosasiz. Bosganingizdan keyin telefoningizda o'ng tomonda podpisaniya bor. O'ng tomonda. Shu podpisaniyani ezib qo'yasiz. Bu tomonda bo'lsa, o 28 ta turibdi. 28 ta like ustiga bosib turib, telefoningizning o'ng tomonda podpisaniyani ezib qo'yasiz. Kanalga obuna bo'lib olasiz. Bu taraf ham shunaqa, kanalga obuna bo'lib olasiz. Xo'p, yana sizda nima qilamiz? Aka, siz chordonni qurib o'tirasiz. Mana shu holatda o'tiradi bemor. Mana. Xo'p. Belida grijasi bor,
bemorlar birga takror